displaziya bor-ku, uy sharoitida yordam bersam bo'ladimi? Albatta yordam bersangiz bo'ladi. Agar sizni farzandingizda ham displaziyasi bo'lsa, bu videoni ko'ring va like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Meni ismim Nargiza, 12 yillik massajistka. Men sizlarga hozir displaziyani uy sharoitida qilib bo'ladigan ozginagina mashqlarni ko'rsataman. Shu albatta displaziyaga mashq qilayotgan paytingizda albatta dumg'aza qismini qizdirib olamiz. Qo'l yordamida yog' suramiz va qo'limizning ichkari qismi bilan ozgina qizdirib olamiz. 1-2 minut ikki yoq tarafini. Qizdirib bo'lganingizdan keyin oldinga qaratib yotqizib olamiz va oyoqlarimizni yig'ib olamiz. Sekin-sekin sakratib yon tarafga qarab ochamiz. Keyingi usul bitta qilib ochamiz. Sakratib. Keyingi usulimizni birinchi qoringa olib kelamiz. Ikkala oyog'ini ketma-ket qoringa olib kelamiz. Undan keyin bo'lsa, qoringa olib kelib turib, yonga ochamiz. Ahamiyat bering, qoringa olib kelib yonga ochayotgan paytingizda bu oyoqni tekis ushlab turamiz. Tushundingizmi, ojonsi? Tushundim. Shunaqa osonmi? Rahmat kattakon. Shifoli bo'lsin. Bolalar har bitta bolamiz sog'lom bo'lsin. Sog'lom farzand, sog'lom kelajak.